Xitoy spalni garniturda zo'r ekeli klassik model ko'rsangiz bo'ladi. Shkafimizda 5 eshikli qilib ishlab chiqarilgan 260 ga 240 ichlarini ochib ko'rsataman. Buni qarang qanaqa keng qilib ishlab chiqarilgan. Tepasi polka va veshilka. O'rtasini ochib ko'rsataman. O'rtasida tepada bitta polka, veshilka. Buni ko'ring, bunisi eng zo'ri mana bundada. Polka, veshilka, polka va tagida ikkita o'zini отдельно tortmasi mavjud. Holatlari tiniq holatda, ich qismlari, yon qismlari hammasi mana ko'rsatiladi. Yog'ochdan ishlab chiqarilgan kravatimiz razmeri 220 ga 2 metr, matras ortopedskiy matras. Kravatimiz bosh tarafiga e'tibor qarating. Ortiqcha narsa berilmagan, skromli holat turibdi. Oyoq taraflariga e'tibor qarating, qanaqa qalin, qanaqa baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Ikkita turmuchkamiz bor va komodimizga qarang. Komodimiz skromli, qulaygina ishlab chiqarilgan. Oynalari ham juda ham ajoyib holatda turibdi. Eng zo'ri bu Chesterga bitta e'tibor qarating. Ochilib yopilishlari hammasi ideal holatda. Ushbu ko'rib turgan spalni garniturimizning narxi 11 million. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qiling. Pastda telefon nomeri yozgan, telefon qilsalar bilan 11 millionga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketsanglar, xursand bo'lamiz. Ulgurib qoling, esa atib bitta dona.